Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Chery Tiggo 8 Pro modellari haqida to'liqroq ma'lumotlarni berib chiqishga harakat qilaman. Bu avtomobilimiz 2026-yilda oldi ko'rinishlari juda ham chiroyli, derski ko'rinishga ega bo'ldi. Derski ko'rinishdagi logotiplar va optra linzalar bilan jihozlandi. Oldi ko'rinishlarni o'zingizlar ko'rib turganingizdek juda ham seryozni deb aytgan bo'ladi, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bu avtomobilimizni kapot qismiga keladigan bo'lsak, motor qismlari 1.6 turbinalik, 186 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Faqat передний привод qilib ishlandi. Bularda boshqa pozitsiyalari ham bor. 4 tala balon tortadigan, ya'ni 4x4 qilib minsiz ham bo'ladi bu mashinalarda. Balon qismlariga imminga keladigan bo'lsak, diskalari quyma diskalar qilib ishlangan, 18 lik, ya'ni 235 ga 55 lik 18 dyumli diskalari bilan jihozlangan. Bunga qanaqadir jihozlash yoki qanaqadir boshqa shinalar almashtirish shart emas. Bu shinalar bilan 4 ta fasliga moslashtirildi. Bu bilan bemalol xohlagan faslingizga minsiz bo'ladi mashinani. Diskalarni almashtirish hojati yo'q. Yonbosh qismlariga keladigan bo'lsak, imminni bokovoy chastlarga bularda 360 gradus kameralari bor. Polniy mashinalarni obzor qilib ko'rsangiz bo'ladi. Oldiga yoki orqaga yurayotganingizda yoki yonboshlaringizni ko'rib tursangiz bo'ladi. Bokovoy oynalarida slipoy zona deb aytiladi, ya'ni ko'rinmas zonalarda sizga xabarini berib turgan chiroqlari bor. Mashinamizning polniy ichlariga keladigan bo'lsak, hamma yo'q koja bilan jihozlandi. Даже обшивкалari hammasi koja, torpeda, rul, sentralniy barlar va 4 tala sidinamiz koja bilan jihozlandi. Bu obshivkalarimizda nimalar ko'rishimiz mumkin? Obshivkada 3 pog'onali sidina pamitlari bor va hamma elektronniy tushirib chiqarish oynalarining knopkalari ham mavjud. Oyna eshiklarida yopib qo'ysangiz bo'ladi, knopkalarni faqat shu vodительskiy eshikdan boshqarsangiz bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham rul chambaraklari kattakon qilib ishlandi. Chery yozuvlari bilan yangilanib chiqdi 2026-yilda. Hozir ko'rsataman. Juda ham o'zingizni qulay his qilasiz. Ichlari keng, kattakon. Sidinalar artificiy sidinalar, ya'ni yumshoq. Siz uzoq yo'llarda yurganingizda oyoqlaringizni yoki bellaringizni og'ritib yubormaydi. Rul elektrousudительный rul bo'ladi. Bitta barmog'ingiz bilan bemalol aylantirsangiz bo'ladi. Rullarimizda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Rullarimizda klimat, cruise kontrollari, ограничение скоросtlari va bitta skorost belgilab qolasiz, undan balandga o'tib ketmasligi uchun. Va rulda обогрев sidinalari bor. Rullarda qish paytlarida rullar koja bo'lgani uchun sovuq bo'lib ketsa, yoqib spirallarini, issiqini boshqarsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha rullarida ovozlarni pastlatib, balandlatishlari bor. Голосовой помощниклari bu avtomobilimizda. Ularni bemalol shu knopkadan boshqarsangiz bo'ladi. Va telefoningizni bemalol ulag'asangiz bo'ladi. Bu avtomobilimizda CarPlay'lar o'rnatib qo'ysangiz, YouTube'lar ko'rib yurishingiz mumkin yoki Apple CarPlay'lari bor. Telefonlaringizni bemalol simsiz ulasangiz bo'ladi. Telefon qo'ng'iroqlari kelganda bemalol javob berasiz va bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi knopkadan. Yana qo'shimcha bu rul orqasidagi joystiklarida datchik faralarini boshqarish upravleniyasi bor. Avto rejimda qo'yib qo'ysangiz, bu avtomatik qorong'u tunnellarda yoki garajlarga kirganingizda avtomatik fonarlari o'zi yonadi. Kunduzi chiqqanda yetarlicha yorug'lik bo'lganda avtomatik o'chib qoladi. Yana qo'shimcha bu o'ng tomon desa, datchik dajdalar bor, ya'ni yomg'ir yoqqanda o'zi avtomatik bu lobovoylar chustvoyt qiladi. 3 xil rejimda ishlaydi. Yomg'ir tezligiga qarab o'zi avtomatik sizni artib turadi lobovoylaringizni. Sentralniy barlarga keladigan bo'lsak, sentralniy barlar ham juda ham keng qilib ishlandi. Bu yerda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Besprovодной zaryadkalarni yoki sim bilan bemalol zaryad qilish Androidlar uchun va Type-C'lar uchun, iPhone'lar uchun bemalol ulab ishlatadigan raz'yumlari ham bor. Va undan keyin orqarog'ida podstakanchiklar bor. Bemalol kofe narsalar qo'yib yursangiz bo'ladi, to'kilib ketmaydi. Bu avtomobilimiz korobkasi robot bo'lgani uchun 7 pog'onali tiptronikasi ham bor. Yana qo'shimcha parktronikalari, oldi orqa parktronikalari bor, ruchniy, elektronniy ruchniklari bor, avtoholdi, avarinkalarga juda ham udobniy joyga joylashtirilgan. Yana bu mashinamizda 5 internet ishlaydigan navigatorlari ham bor. Xohlagan joyingizda bemalol shu knopkani bossangiz, sizni qayerda turganingizni aytib beradi yoki manzillaringizni bog'lab qo'ysangiz, sizni olib boradi bemalol. 360 gradus kameralari bulari. Mashinamiz yana 3 ta rejimda yura oladi: ekonom, sport, normal. Bu avtomobilni 3-pozitsiyasi ham bor. Bu 8 Pro Max deyiladi. Unda 6 ta rejim bo'ladi, ya'ni 4x4 ham bo'ladi. Yana avtomobilimizda tomlariga e'tibor bergan bo'lsa, juda ham katta panorama tom bo'ladi. Buni bemalol elektronniy boshqarsangiz bo'ladi, ochib yopishlari va alohida shtorkasini o'zini alohida boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Siz
polniy panorama qilib yurmoqchi bo'lsangiz, shtorkasini ochib qo'yasiz, osmonni bemalol ko'rib ketsangiz bo'ladi. Agarda quyosh tushayotgan bo'lsa, orqa o'rindiqlar uchun alohida yarmigacha yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xullas, qanday xohlasangiz shunday boshqarishingiz mumkin. Yana bu yoqlarda ko'rsangiz, alohida mana shularga e'tibor berilgan. Ochkilaringiz uchun joylar qo'yib ketilgan, ichlari barqutli bo'ladi. Umuman ochkilaringiz shilib bormaydi. В общем-то, bu yerda aytib o'tdim, sidinlar artifически yumshoq bo'ladi. Oldi sidinalarda sovutish tizimi bor, isitish tizimi bor, orqa o'rindiqlarda isitish tizimi ham bor orqalarida ham.